Dersimiz damlaşıp sözleşmeli keyingi bir tür neyron. Biz odatda bu asosan boshqarish turlariga deymiz. Masalan, duty, ya'ni temalarni boshqarish qatorliq. Masalan, mana bu bir tema bor. Tema boshqarish, rasm boshqarish, qo'shimcha boshqarishlarni shundan ishlasak bo'ldi. Odatda biz buni tanishmaymiz. Yana birisi a'zo. Birincisi a'zo izlash ramkasi. Shunda biz xohlagan bir a'zoni tahrirlamoqchi bo'lsak, a'zo nomida izlaymiz. Masalan, buloqchan deb yozib izlasak, masalan bekat masalab chiqarib birdan. Masalan, bu yer bir narsa solashtirib tushuntirib o'tay. Birincisi Yongxozu a'zo gruppasi. Masalan, buloqchanni qarasak bekat masalga biz buni tushirib o'tmoqchi bo'lsak, alayda boshqaruvchi degandek aytib qo'yamiz. Endi to'rasang deb qo'yay. Buni keyinib turay. Odatda masalan birdan yangi a'zo bor. Biz buni bekat boshqaruvchiga tayinlamoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? O'sha a'zoni ismini yozib izlab topgandan keyin Yongxozu degan turinchi ma'lumotni alayda boshqaruvchi qilib bu bekatimizga boshqaruvchi degan. Mana bu boshqaruvchi tayinlash usuli. Mana shu a'zoning huquqi. Masalan, huquqlarini ma'lumotdan tanishamiz. Masalan, qarab baqsaq, tema ko'ralamdi, yangi tema yo'llayalamdi, inkas qaytaralamdi, qo'shimcha hujjatlarni tushiralamdi, rasmlarni ko'ralamdi, qo'shimcha hujjat yo'llayalamdi, rasm yo'llayalamdi qator turlar ekan. Shuni mo'rin altida yoki shu yo'l qo'yish yoki cheklash shaklida muvofiq payni belgilaymiz. Jifin degan gap jug'lanmasi. Masalan, hozir to'tganga jug'lanmasi men bu a'zoga tilla sovuq qilmoqchi unda biz 50 deb muqollashvasak, bu a'zoning jug'lanmasi 50 ga oshdi degan gap. Yani davomli kelimesi qaytib burildi. Birisi medal taqdim qilish. Hozir medal iqtidorini ochmadingiz deyotidi. Medal iqtidorini qanday ochamiz? Mana bu yerni so'zlab qo'y. Gongju turiga kirgandan keyin gongju emaskan, Yunion to'g'ri. Ma'run kirgandan keyin Daoji Jongshin. Ma'qura, masalan ma'run kirsak, ma'qura mana medal. Masalan, asaqamiz nol. Ma'run belgurab endi qo'zg'atib yotdik. Endi men Yonxo turiga kirib, buloqdan mema nimbraya. İsmini yazib bilsakmi bo'ldi yoki masalan bekat mas'ul degan tanlab izlasakmi bo'ldi. Shu buloqdan sho'g'ib sen medal mana qatildi. Aktiv a'zo men buloqdan bir narsa medal berib hozir. Bo'ldi. Endi men ma timini yechib ko'rib baqay. Ko'ngildagi sayib bu bir sinoq tema. Mana qardiq-ku, mana medallar qaytib ketdi menga. Mushu such a'zolarga medal beramiz. Ondan keyin boshqa turlarni masalan a'zo uchuri, uni keyindan a'zolarni cheklash ishlarini shundan ep olsak bo'ldi. Ikkinchi birisi Tianja Yongxo, ya'ni biz bevosita oldi bitimiz o'zimiz xohlagan a'zo ismini, maxfiy nomer, e-ma'lumot kuzib qoplam yo'llasak, a'zo guruhini tanlab bir shayga o'zimizmi yangidan a'zo qatalaymiz bekatga. Uni keyindan Yongxo Lamo Mausel Maurini bir yo'nalni so'zlab o'tishga to'g'ri keldi. Mana shu ma'ni keyingi soatlik dersimiz so'zlab o'tay. Darsimiz shakli olsun. Xayr xo'sh.